Siyen bu Carnival va shunga o'xshash minivan mashinalar uchun luxury yanada dizayn borasida va go'zallashtirish bo'yicha eng mashhur kompaniya hisoblanadi va bu yerda esa har yili bular o'zini ishlab chiqqan Carnivalda dizaynini ko'rgazma qilishadi va logolarini mana bunday qilib mashinaga polni urishadi. Ishlanganini qarang. Bu 2 kishilik orqaga, bu juda komfort variant ekan va mana bu variant esa 4 kishilik hisoblanadi. Kollaboratsiya rang bilan, mashina rangi bilan juda yegan. Rullariga keladigan bo'lsak, ruldagi dizayn ham alohida baho berasizlar. Va mana bu yerda bu tomonida esa yana bittasi bor. Rangi bilan juda zo'r yegan. To'g'risi aytsa, bu meni shaxsiy fikrim, juda chiroyli chiqqan ekan. Va ichi limon rang deymizmi, qanaqa rang bilmadim. Bu ham 2 kishilik qilib ishlangan. Carnival sevuvchilar bo'lsa, fikringizni kutib qolaman va shunaqa bizda ham ishlaydigan 여기 조심해. tuning klublar bormi? Bor bo'lsa, menimcha juda zo'r ideya olishsa bo'ladi.